Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana va nihoyat o'sha sahrni kamaytiradigan, dalinani tushiradigan, qonni suyultiradigan suvni aytuvdim. Ana shu keldik hozir. Mana shu yerda video qilamiz. Sizlarga ko'rish Shayxonobod tumani Robot qishlog'i. Mana shu yerda mana shu kran ulab qo'yilgan, mana buloqdan chiqib keladigan suv, mana shu yerdan suv olinadi. Buni xususiyati shundan iboratki, men o'zimda sinab ko'rganman, tanishlarimda ham sahr tushiradi, ham qon quyuqlariga davleniyasi qon quyuqligi uchun chiqayotganlarga davleniya ham tushirish xususiyati bor. 4 ta 5 ta oshqozonga ham foydasi bor, to'g'rimi? Mana hozir shuncha odam olib kelishga kelgan, mana ko'rib turibsizlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, gap isbot bilan bo'lish uchun mana o'sha to'g'ri kelgan birinchi odam bilan gaplashyapmiz. Mana shu suv olish uchun kelgan ekan akamiz. Aka ismingiz nima edi? Ravshan. Qayerdansiz Ravshan aka? O'zim asli Bekobodliman. Bekobod. Shirin degan joyda turamiz o'zimiz. Bekobodda, Shirin degan joy. Ashitdan kelyapmiz. Nima foydasi bo'ldi bu suv? Foydasi bo'ldimi? To'g'risi bu videoni o'z Instagramda ko'rdim o'zi, onam ko'rib qoluvdilar. Xulos qilib shunaqa maqtaganiga keldik, ichib ko'rik, действительно lekin zo'r ekan. Necha edi sahri, nechaga tushdi? 15-16 edi sahri. 7-8 ga tushib qolgan sahrlar. 7-8 ga hech qanaqa dorisiz, a? Dorisiz, hech qanaqa dorisiz. O'shandan beri kelib suvni olyapmiz hozir, bor-ku. Sezdik, haqiqatan onamlar sezdi. Davleniyasiga ham foydasi bor ekan, действительно. Sahrga ham действительно onam rosa gapiryaptilar, gaplashib qanday desam zo'r deyapti. Bolam o'shandan olib kelyapti. Shunga hozir yana kelyapsiz yerdan. Bekoboddan kelyapsiz, a? Bekoboddan bu yoqqa necha kilometr? 160 kilometr bosib kelyapsiz, lekin arziydi-da endi. Arziydi. Onam sog'liq uchun, albatta zo'rlik uchun kelyapti aka, to'g'risi. Hurmatli kuzatuvchilar, boshqa gap yo'q. Mana tirik guvoh, men nechasi deyolmayman. Zo'r, gap yo'q, zo'r. Haqiqatan ham zo'r ekan. Kelinglar, olinglar, foydalaninglar. Bo'ldi. Biz sizlardan pul so'raganimiz yo'q. Bizning vazifamiz xalqqa nimadir yetkazish. Rahmat.